Uyg'urlarning folklor va adabiyotini tadqiq qiladigan 3 Uyg'ur akademik Xitoy doiralari tomonidan og'ir jazoga hukm qilindi. Uyg'ur til tadqiqotchisi Uyg'urlarning folklor va adabiyotini tadqiq qiladigan 3 Uyg'ur akademik Xitoy doiralari tomonidan og'ir jazoga hukm qilindi. Uyg'ur til tadqiqotchisi va faoliyatchi Abduvali Ayub Uyg'ur madaniyati va adabiyotidagi dongli shaxslarning biri bo'lgan doktor Ramila Davudning muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinganligini, doktor Nurmuhammad Umar Ushqunning 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligini, doktor Abubakr Abdurashidning 13 yil kesilganligini dalilladi. Doktor Ramila Davudning necha yil g'oyib bo'lgandan keyin muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinganligi o'tgan yili dalillangan edi. Xitoyning yillardan buyon davomlashayotgan irqiy qirg'inchiligida Uyg'ur madaniyati, tarixi va adabiyotini tadqiq qiladigan akademik va tadqiqotchilarga asosli bostirish nishoni bo'lib keldi. Xitoy doiralari Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilikni davomlashtirish bilan birga Xitoy ichi sirtida Uyg'urlar baxtli yashayotgandek manzara yaratishga urinmoqda. Shulardan biri yaqinda Xitoyning Gollandiyada o'tkazilgan chag'onliq faoliyatida yuz bergan. Doiralar Xitoy bolalariga Uyg'urcha an'anaviy kiyimlarni kiydirib, usulga solmoqchi bo'lgan. Bunun bilan faoliyatga qarshi namoyish uchun kelgan Uyg'urlardan biri sahnaga tushib Xitoyning yolg'onchiligini fosh qildi. Gerçi Xitoyning yolg'on tashviqotlarini davom qilayotganligi muhojiratga barliq Uyg'urlarga ayon bo'lsa-mu, biroq bu qitimqidek Xitoyning yolg'on tashviqotini naq maydonda fosh qilish harakati ko'rilib boqmagan edi. Xitoyning Sichuan o'lkasi Ganzi Tibet avtonom oblastining Dege nahiyasi Wangboting bozoridagi Tibet xalqi yaqinda ko'p qitim ko'chalarga chiqib, Xitoy hukumatining Jinsha daryosida su elektr stansiyasi qurish planiga norozilik namoyish qilgan. Ammo yerlik doiralar namoyishchilarni keng ko'lamda qo'lga olgan. Tibet faoliyatchilarining oshkorlashicha, norozilik namoyishining asosli sababi bo'lsa, qurilish plan qilingan o'rinda tarixiy 13-asrga tutishadigan qadimgi tam rasmlarni o'z ichiga olgan 6 butxona bor ekan. Rohiblar butxonani qo'g'dash uchun namoyish qilgan. Undan boshqa Xitoy hukumati qurilish uchun 2000 odam o'ltiraqlashgan 2 yezidagi aholilarni boshqa joyga ko'chirishga majburlagan. Xitoy hukumatini tor bexatarlik mulozimati bilan ta'minlaydigan bir Xitoy shirkatining Qozog'iston fuqarolarining uchurlarini o'g'irlaganligi oshkorlangan bo'lib, Qozog'iston raqamli taraqqiyot ministrligi bilan Davlat bexatarlik kengashi birlashma tekshirishni boshlagan. Qozog'iston xalqaro xabar agentligining xabar qilishicha, Xitoy rejimini tor bexatarlik sohasida mulozimat bilan ta'minlaydigan Xitoyning bir tor bexatarlik shirkatining ichki uchurlari bo'limining materiallari yaqinda oshkorlangan. Mazkur materiallar ichida Qozog'istonning asosli ko'chma xabarlash shirkatlarining maxfiy sonliq ma'lumotlari, shundaqla Qozog'iston Telegraf pay shirkati va Birlashma yashanganlar kutinish fondining hujjatlari bor ekan. Xitoy doiralari Janubiy Xitoy dengizida Filippin bilan bo'lgan egilik huquq talash tortishi bor bo'lgan Sikarborish Shulinning kirish eg'iziga laylimi to'saqlarni qayta o'rnatgan. Filippin dengiz qirg'og'i muhofazat atritining bayonotiga qaraganda, 3 bulon shaklli dengiz to'smasi bilan qo'rshalgan orolning kirish eg'izi Xitoy dengiz qirg'og'i muhofazat atriti tarafidan laylimi to'saq bilan etib etilgan. Filippin dengiz qirg'og'i muhofazat atritining bayonotchisi ularning ilgirki ahvollariga o'xshash to'saqni evatganligini eskartdi. Xo'jalik qirg'inchiligi 32 yil bo'lgan bo'lsa-mu, Ozarbayjon xalqida qoldirgan ochiq eslamasi davomlashmoqda. 1992 yili 26 fevral Ozarbayjonda Armaniyalar sodir qilgan xo'jalik qirg'inchiligida qazo qilganlar har yildaqidek xotirlandi. Ozarbayjonliklar tunugun Bakodagi ona faryodi obedasiga yig'ilib, Armaniyalar tarafidan xo'jalikda o'ldirilgan 613 odamni yod etdi.